Assalomu alaykum hurmatli fermerlar va dehqonlar. Mana bugun bog'bonlar Jamshid aka bilan Toshkent viloyati 12-aprel Toshkent viloyati Qibray tumaniga tashrif buyurdik. Elyor akamizning Makka dala maydoniga tashrif buyurdik. Elyor akamiz bizdan 17 kun oldin Roma nomli urug'imizdan xarid qilgan 1,5 gektar Makka maydoni Jamshid aka o'zi bergan. Xudo xolasa ko'rib ketinglar deganiga keldik dalasiga. Xudo xolasa mana ko'rishinglar mumkin. Bir qatorda hammasi bexato chiqqan. Elyor akamiz o'zi ham gapirib intervyularni berdi. Ularni ham hozir montaj davomida qo'yib ketamiz. Assalomu alaykum. Elyor aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzingmisiz? Assalomu va rahmatulloh. Ekin maydoningizga keldik aka. Turkiyani Roma urug'i Agreset kompaniyasi Roma gibridlarini ekandingiz. Chiqishlarini o'zingiz yaxshi do'st. Xudoga shukr, yaxshisi mana. Ekkanimizga salkam 20 kun bo'ldi. Inshaalloh yomg'irdan oldin ekdik. Mana qator bo'lib hammasi qatorlab qoldi xudo xolisa. Endi hosillarni ko'ramiz inshaalloh. Pishganda ko'ramiz natijasini. Roma gibrididan ko'nglingiz to'q. Ha, chiqishi yaxshi, lekin yomon emas xudo xolisa. Chiqishi yaxshi. Endi pishganda hosillarni ko'ramiz xudo xolisa. Mana ko'rib tursa 1,5 gektarga ekilgan. Maydoni 1,5 gektar. Orasi urug' bilan urug' orasi 20 santimetrga ekilgan. Roma sortimiz, Roma gibridimiz. Bu ham don yo'nalishida, ham silos yo'nalishida. Oldingi yil mana shu hududga, Baytqo'rg'on hududiga ekkanimizda 40 sotidan 6 tonna don hisobida bergan, toza don hisobida. Undan tashqari sotasini qayirib olishgandan keyin uni poyalari ko'm-ko'k holatda turganini o'zimiz kuzatganmiz. Buni montaj davomida ham ko'rsatib ketamiz. Videolari bor. Videolari bor, ko'rsatib ketamiz. Endi 120 kunlik Yestar gibridimiz ham bor. Bu asosan faqat don yo'nalishiga. Undan tashqari silos yo'nalishida Hadil bor. Buni bo'ylari ham yaxshi o'sib rivojlanadi. 4 metrgacha o'sganini o'zimiz kuzatganmiz. Montajda videolarni qo'yib ko'rsatib ketamiz. Undan tashqari mana Atello gibridimiz ham bor. Atello gibridini bilganlar, ekkanlar o'zi juda yaxshi bilishadi. Bu ham silos yo'nalishida bo'ylari yaxshi o'sib rivojlanadigan gibridlarimizdan. Atelloyimiz ham bor. Hadildan boshlaymiz. Jamshid aka, qanaqa hadil? Xo'p, Azbi Hadil gibridimiz bu silos yo'nalishida bo'ylari 3 metr, 3,5 metr, 4 metrgacha cho'ziladi. Bu videolari ham bor, uni qo'ygan videosi. Videolari ham bor, montajda qo'yib ketamiz. Undan tashqari Yestarimiz bor. Bu asosan don yo'nalishiga 120 kunlik. Bo'ylari, buni ham bo'ylari 3 metrgacha cho'zilgan joylarni ko'rganmiz. 2,5 metr aniq. Asosiysi donniki. Asosiysi donniki. Bu 120 kunlik o'rtacha 15 tonnagacha hosildorligi bor. Endi hammasi qarovga bog'liq. Endi 15-16 tonna olgan joylar bor. O'rtacha 15 tonnagacha. Bir ikkita joylarda eshitib qolyapmiz. 22 tonna, 23 tonna beradigan urug'lar bor deyotganlar ham bor gap. Endi olishgan bo'lsa olishgandir. Biz unga e'tiroz qila olmaymiz. Haqiqatni aytish kerak. Biz endi o'zimiz ko'rgan hosildorligini o'lchab turib hisob-kitob qilganlarimiz bo'yicha gapiramiz. Endi mana Roma gibridimizni tavsiya ta'rifini aytadigan bo'lsak, ham don yo'nalishida, ham silos yo'nalishida faosi 500 100 kun 110 kungacha pishib yetiladi. Undan tashqari buni zo'r xususiyati bor. Agar don yo'nalishida bo'ladigan bo'lsa, donini olib turib ham, donini olib bo'lgandan keyin, qayrib olgandan keyin, sotalarini qayrib olgandan keyin, undan keyin poyasi yana ko'm-ko'k, yam-yashil bo'lib turadi. Uni silos yo'nalishida urib o'rsa ham bo'ladi. Undan tashqari don bilan birgalikda silos qilib o'rsa ham bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Xo'p, undan keyin mana Atelloyimiz bor. Bu asosan silos yo'nalishida. Bu ham buni ko'pchilik Atelloni bilganlar biladi. Bu ham yaxshi hisoblanadi silos yo'nalishida. Yomon emas, deyarli 100%, 99% chiqqan. O'shalarni ham bir ko'rsatib o'tib ketasiz. Hammasi go'zal bo'lib chiqqan, xudo xolasa.
ko'chat 20 santimetrga ekkanlar. 20 santimetrga ekkan. Jamshid aka, Xo'p. endi urug'larni to'liqroq tushuntirib ketsak, kilosi qancha, qopida necha kilo, necha ming dona, qanaqa? Xo'p. Ular haqida 1 gektarga qancha ketadi? Ko'p savollar ham shunaqa bo'ladi. Gektarga qancha, necha mingta ekiladi deyiladi. Ateloyimiz 12 kilo. 12 kilo. 50 ming dona. 50 ming dona. Xo'p, Romamiz ham 50 ming dona. 14,5 dan eng kam 14,5 chiqqan. Asosan lekin 16 kilo juda ko'p chiqadi. Upakovkada kelganda 16 kilo. Asosan men o'zim ham do'konda sotayotganimda tortib sotaman. Juda ko'p qismi, deyarli 80% 16 kilo chiqadi. Orada 15 kiloliklari chiqadi. 15-16 kilo atrofida. 14,5 kilolilar chiqadi. Asosan mana shu Agro-Yest'ni mana shu Hadil, Yestar, Roma gibridlari asosan 16 kilodan chiqadi. Ichida 50 ming donadan makka jo'xori urug'i bo'ladi. Ichida 50 ming dona, 15-16 kilo standart. Donniki ham, universal ham, silosniki ham, faqat ateloyimiz 12 kilo. Ha, shunaqa. Donasi hammasini ichida 50 ming donadan bo'ladi. Urug'larning kачествоsi ham yaxshi. Xudo xolasa zo'r. Bir tekis. O'zinglar daladan ko'rib turibmiz, akamizdan ham intervyu oldik, dalaning egasidan ham. Xudo xolasa montaj davomida qo'yib ketamiz. Ha. Постоянно kelib yoritib turamiz. Nazorat o'zimiz agrosoprovождениесini nazorat qilib turamiz. Parkentga ham fermer tog'amizga Hadildan bugun berdik. 18 qop berdik, xudo xolasa. Uni ham vaqtimizga qarab, xudo xolasa ekilish jarayonida iloji boricha ishtirok etishga harakat qilamiz yokida ekib bo'lgandan keyin borib chiqqandan keyin 10 gektarga ekaman dedi. 10 gektardan oshiqroq joyga ekaman dedi. Xudo xolasa tog'amizni ham urug'larini olib ketayotgan video qilib qo'ydik. Tog'amiz ham dalasiga borib turamiz. Akamiz Elyor akamiz dalasiga xudo xolasa mana pastlarni kelib ko'rib turamiz. Men ko'rishinglar mumkin. Juda go'zal. Qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. Roma gibridimizni asosan oldingi yil mana sarimsoq, piyoz maydonlaridan bo'shagan yerlarga ekishdi. Undan tashqari bug'doydan bo'shagan yerlarga ekishdi. 100 kunda juda chiroyli ekib yetishtirib olishdi. 100 kun, to'liq 100 kunda pishib yetildi. Shuni ham ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. 2024-yilda asosan o'sha takroriy ekin sifatida ekib juda yaxshi natijalar olishdi. Endi takroriy ekinga bu yaxshi ko'rsatkich, 15 tonna o'rtacha don, undan tashqari silos yo'nalishida bo'lgandan keyin u yaxshi ko'rsatkich. Jamshid aka, mana makkalar xudo xolasa chiqibdi. Endi ko'pchilik qurt muammosi qiynaydi. Xudo xolasa akamizni dalasini xudo xolasa o'zimiz kelib постоянно ko'rsatib nazorat qilib turamiz. Makkani o'tini, kasaliga xudo xolasa hammasiga hurmatli dehqonlar o'zimiz tavsiyalarimizni berib boramiz. Sizlarga qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Xudo xolasa Jamshid akaning ham nomerini qoldirib ketamiz. Muammolar bo'lsa dalada, bog'larda agronomimiz iloji boricha hal qilib berishga harakat qiladi. Makkalarimiz bilan mana tanishtirib o'tdik. Mana chiqishini ko'rib turibsizlar, realniy dalasida turibmiz. Xudo xolasa 95-96